tushaman. Toshkent tumanidan tayyor dala hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlida kattagina tapchani bor, bemalol buyog'iga jahon chempionatini ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. 10 ga 5 mayorkali tayyor mana basseynlar bor, filtrlargacha ega. Saunasi bor, 2-3 ta sanuzul hojatxonasi bor, 2 ta xonasi bor, kattagina tapchalarga ega bo'lgan dala hovlimiz o'zini tayyor mijozlari bor ekan, faqat oilaviy qo'yilgan ekan. Chiroyli, fayzli tayyor dala hovlimiz egalarining raqami bilan sotuvga qo'yildi. Manzilga keladigan bo'lsa, Uchqahramon postidan 9 kilometr kirganingizda Emadi mahallada joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, tayyor 5 sotixli dala hovliga 99 ming egalari so'rayaptilar. Bemalol o'zingiz kelib, savdalashib, egalarni o'zlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Agar dala hovlimiz sizga ham yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yib, Toshkent tumanidan tayyor dala hovli qidirib yurgan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying.